masofadan boshqaradigan devor isitishni obzor qilamiz. Mana shunaqa ko'rinishga bo'ladi. Detallari plastmas, ichiga o'zi radiator bo'ladi. O'sha radiator qizganlik hisobiga ventilator issiqlik haydab beradi. Bu mahsulotimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan. Buni uzunligi 55 sm. Bunaqasiga bo'ladi. Bunaqasiga keladigan bo'lsak 20 sm bo'ladi. Bu ikki xil rejimga ishlaydi. Birinchi rejimi qishga isitib beradi, yozga juda anaqa yaqtay havo haydamaydi, nam havo haydab beradi shamol qilib. Buni yoqish uchun anaqa ishlatib ko'ramiz. Qirqqacha baland past qisib ishlatsak bo'ladi buni. Yozga ishlatmoqchi bo'lsak, mana knopkasini bosib, quruq shamol o'zini haydaydi. Hozirgi holatga, qishki holatga turibdi, issiq havo haydayapti. Mana shunday holatga bo'ladi. Ichidan o'zi bunaqa maxsus pult chiqadi. O'zini dokument chiqadi.